Selam do'stlar, bugunlar bilan men mana bu ya'ni Pixel Jam'ning obunachimni kanalini reklama qilamiz. Bu kanalda qarasiz har xil Minecraft yoki Stickman shunaqa videolarni tortib shunaqa videolarni maza qilib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har xil videolar turibdi. O'tib obuna bo'lib qolishingizni unutmang. Do'stlar, endi biz ya'ni Stickman Phantom Barret o'yinini nimaga yozyapsiz? qanday qilib modli versiyasini tortishni o'rgataman. Mana modli mana shu mod deyiladi. Mana menga yaxshilab e'tibor bering. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shu yaxshilab e'tibor bering. Ana shu pullarga e'tibor beringlar. Xullas, mana shu iltijiga e'tibor bering. Do'stlar, endi buni qanday tortishni o'rganamiz. Chiqamiz. Brauzerga kiramiz. Bu yerga kirib, bu yerdan yozishga, gaplashishga Mod bozamiz. Mana ana bir ko'mga kiramiz. Keyin downloadni bosib 6 5 4 3 2 deb bitta yaxshilab bosasiz. Bo'ldi. Mana men oldinda siz bilan yozishga, videoga yozish. Asta gapir. Mana sketch qilib ko'rishingiz mumkin. Hammaga xayr. Bu video Minecraftdan tashqarida bo'ldi, lekin kechirasiz, lekin Minecraft avtalang seriallashish uchun o'tgan videoga 1000 ta like yig'amiz va qo'shimcha atiga 50 ta obunachi qo'shiladi. Bundan keyin avatarang seriali boshlanadi. Hammaga